Chiqib farmonga et, yenimga kirsin. Xo'p. Assalomu alaykum Shavaz begim. Va alaykum assalom. Farmon, anglasam bugun Malikining ot qo'yish ma'rikasida Shohim bilan Hasan vazir ahdinomiga muhr bosqidik. Shundoq. Bu ishga qarata boshqa vazirlar zodin nimalarni deyishdi. Angladingmi? Begim, men cho'qim ularning gapiga ko'z quloq bo'lay. Meningcha, Sodiq eng ishonchsiz odam. O'tgan yil kuzda men Shoyim bilan Hasan vazirga hamroh bo'lib shikorga chiqqan edim. O'qiyana kelinglar. To'xtanglar. Nima ish bo'ldi Hasan vazir? Farmon, sen o jonivorning bo'g'oz ekanligini ko'rmidingmi? O bo'g'oz bo'g'ashqa yugurmay qapti. Qarab turib tayyor o'ljini qo'ldan chiqarmasak bo'lmas. Mendan buyruq, hech kim bu jonivorning jiniga zomin bo'lmasin. Cho'qon selib uni qo'g'lab etgin. Xo'p. Bu bo'g'oz kiyikni ko'rib, homildor mahbubam esimga kelib qoldi. Allah uni o'z panoyida saqlagay. Mehri shafqatlik vazir azam. Sizlar haqiqatan ko'ngil ko'ksilari kang odamkanlar. Hazratim, sizlarga deydigan bir necha ig'iz gapim bor edi. Nima gap? Bu gaplarni ichimda saqlab yurgili uzun bo'ldi. Desam, bo'larmi yoki bo'lmasmi? Ayni chaqda o'z nafsi uchun elning beshida qilish o'ynatgan sipohlar o'tgan. Xudoga shukr, amdilikda bo'lsa adolat va fazilat ro'naq topgan kunlarda o'tibmiz. Shoyimiz va jimiki fuqarolar janoblaridan rozi. Mubodo falakning gardishi koj kelib, birer bad niyatning qo'liga qolsaq, na kunlarga duchor bo'lamiz deb ansirayman. Sodiq, xo'sh hazratim. Kimiki hili bilan qilsa g'urur, oyoq siridin qumush taq qurur. Olamdagi ishlar taqdirga ta'alluq, va lekin uning mo tadbir bordir. Bu haqiqatan mo bir xosiyatlik ish. Shoh sanam dunyoga kelishdan burun men Hasan vazir bilan birga shikorga chiqqanda oldimga bir bo'g'oz kiyik uchir edi. Shu hamon xonish oyimning homildorligi esimga kelib, uni otmagandim. Shu kuni Hasan vazirga mo bo'g'oz kiyik uchirgan, lekin
o mu atmağan. Neyme degan o'xshashdik ha? Hasan vazir bilan ishkimizning niyat iqbolimiz azaldan birdir. Shu karomat tufaylidan men mundaq va'da qilgan edim. Agar xonish oyim bilan Hasan vazirning xonimi har ikkilisi o'g'il tug'sa, ular oku-uku bo'lib o'tgay. Agar har ikkilisi qiz tug'sa, ular och-singli bo'lib o'tgay. Biroq hozir tug'ilgani bir qiz, bir o'g'il. Andaqda mana bu ahdinomida putilgini bo'yicha ular bog'liq bo'lganda nikohi bir bo'g'ay. İltifatlarga ming martaba rahmat. Shoh aholilarga qutlug' bo'lg'ay. Hasan vazirga qutlug' bo'lg'ay. Endi qanday qilg'uluq? Gap qislichu. Neyme deyman? Bu ahdiname biz üçün ig'ir külpet. Külpet? Kallılarını işiltip bakmamla. Meňilerini qağı çoqып aldım ha? Sen bir yak yurtluq turup, ağlık bakmay tehi Şahin bilen kudvacı olmakçı miken? Neyme tolu kotuldaysa? Men kutuldadım mı? Hemini qıgan sile. Oppa. Balam Abdullah, ihsandı bolsun. Sen çoğun boğanda çokum senemni al. Abbas xallıqı çokum bizden boluş gerek, bildin mi? O nemini biletti? Oppa. Oldu, jığılma. Begim, ular keldi. Jürüm. Hazırqı birden bir amal Hasan vazirni ko'zdan yo'qotish. Men qo'shilaman. Menni qo'shilaman. Yo'q. Men qo'shilamayman. Nemishqa? Hasan vazirni o'ltirayotgan taqdirdimi, agar Shohim hilqi ehtinomini bekor qilmasa, Abbas xonning xonliq taxti, ya'ni o'xshashlar bir musofirning qo'liga qoladi. Onun degeni o'rinliq. O'rinliq bu nim deganimiz? Shavaz begim, endi hargiz ishkilanib o'ltirmisizlar. Hasan vazirni yo'qotmasak, ko'nglim orom topmaydi. Yo'q. Hozir yeniglik qilishga bo'lmaydi. Bizga aqldan boshqa yana payt kutishga to'g'ri keladi. Senem. G'eribjon. Medreske baraylik. Emsi ma'ayli. Ey Hannaz, iştinglar ammi xos. Ulug' Shohi Abbas xon oliylari g'alyanchi muddatlarni jazolash uchun
Orhan begi Abdullah begimni ularni tutib kelishga avatgan edi. Begim bir kechidala ularning adini berib, safarni terk tutib keldi. Hammaylar buningdan ibrat alayli, shohimizning amrini ulug' deb bilayli. Ustozim. Safar tutilib qapti. Nima ishqa? Chunki o zindandan dadasini qutqizaman deb o'zi tutilib qapti. Biroq uning dadasi qochib ketibdi. Ustozim. Safar gunohsiz. Uning dadasimi gunohsiz. Sanamjon, nima deganingiz bu? Safarning dadasi padişahimizga, shundaqla dadangizga qarshi chiqqan tursa. Suchuk. Zaharlik tilini tat. Xapchik. Bo'ldi, kitobinglarni o'qinglar. She'r qapazdan chiqibdi. O, borman degan yeriga bir hivasun. Şirin. Şirin! Assalomu alaykum, hurmatli shohim. Farhod, bu yerga kelishdiki muddaoing nima? Shohim, Şirin vasliga yetmakdir mening armanim. Agar sen Boston teg'ining u tarafidagi daryo suyini bu tarafga boshlab kelalisan, singlim Shirinning vasliga yetalaysan. Farhod. Sanamjon. Nima o'ylayapsiz? Hech nima. Buni qabul qiling. Farhod Shirin.
Acaba siz? Bo'ldi, so'zlamang. Yo'q, so'zlayman. Andaqdı bu gül çimenler. Muhabbetimizin dastanı mı ya ki eynigi mi? Agar siz she'rim bo'lsangiz, undaqda men Farhod. G'eribjon, bu poraklab ichilib turgan etirgillar qalbimizda mangu saqlanib qolsin. Dehshatli bo'ron chapqindimi, to'zib ketmasin. Hey. Sucuk. Abdullah, kundash deganning ma'nosi nima? Menga deb bera olasiz? Sen? Hey. Hey. Men onun o'tida kuyib qaqshal bo'ladigan bo'ldim. Onun ishqida aqlimdan ezib qoladigan o'xshayman. Abdullah. Sana nim bo'ldi? Men bir vazirning o'g'li. Ordining qo'rg'on begi Turug'liq. Nemishqa ashu otisi yo'q, yetim o'g'laqchilik bo'lamayman. Balam, nimalarni deydigansan? Apa, men... Oğlum, yulduz desang, osmonga chiqib üzüp beray. Unchi desang, dengizga tushib suzib beray. Apa, men g'eribni o'ldirib etaman. Nima? Abdullah! Ya Allah! Emdi kellima. Bilemla. Oğlumuz. Bo'ldi, hammani uqdim. Kim bilsin? G'erib o. O nim bo'pti? O senem bilen çağrı bağda kucaklaşıp yürüdü. Oy Xudoyim. To Xudoyim. Mushundaq bad qiliqlik qilamdi. Ular aymanmasdan. Ordini bulg'apti. Sanamjon, jinim Malikkam. Bu yilqi qurbon eti sizga alayda xo'shallik ep kelgandek turdi-ku. Shuni dang. Aqchi ana. Bu yilqi qurbon et gullar echilib, bulbullar sayrag'an chaqda keldi emasmi? Men xo'sh bo'lmay tura olamdi. Xo'shalligingiz bo'la emasdi. Ana. Men bugun haqiqiy muhabbatning nimaligini tushungandek bo'ldim. Ana, bu gulni kimning tuzganligini bilamsiz? Tepib boqaymi? Bu gulni cho'qim. Aka, kiyimlaringiz pek yarashibdi. Xuddi shahzodaga o'xshab qolibsiz. Guljamal. Sanam ocham, sizga yana nimalarni dedi? Sizga deb bermayman. Deb bermisiz, men qismayman. Voyjon. Sho'xlik qilmang, ha? Ama, qaraslar akamga.
jim o'ltiring, ha? Ana! Gerek. Esinglarda bo'lsin. Hasalning harsi batur. Qizil gulning tikini batur. Magar kim baxt gulzarida bo'lsang, unutmag'in baharning zimistoni batur. Ana! Ha? Ana, sen amacamcha akamga siz Ferhat, men Sherin, siz Majnun. Men Leyli debdi. Ferhat degan kim o? Guljamal. Aka, mening deganlarim rostku. Tezroq bo'lmasangiz ketaverman-chimi? Ma'qul aka, meni birdam saqlab turing, ha? Ota-bovlarimizdan qolgan mundaq bir eg'iz gap bor. Chiroqning o'chishi yog'ning tugaganligidan derak beradi. Yog' tugsa, chiroqqa yog'ni kim quyidi? Podshoh garchi sanamni o'g'limizga berishni ahd qilgan bo'lsa-mu, mening ansiraydiganim men olamdan o'tgandan keyin shoh va'dasiga vafo qilamdi yo'q. Jaloliddin mollam sizni yo'qlab ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadinos do'stim. Mehribona. Elqi zaharlik o'qni olib chiqib Jaloliddin mollaga ko'rsatgan. Dodo, suv ichamlo. Yo'q. Jaloliddin molla mana bu orqa tarafimdan kelib tekkan zaharlik o'q. Buni podshoyi olamga topshirib berishlarini sizga havola qilaman. El yurtni xavfdan saqlash uchun bu ishning tegi-taktini aniqlab baldo'roq taqiqlash zarurdir. Hasan Vazir! Dodo! Dodo! Hasan! Hasan Vazir yovni yengishda xanjirim, yurt so'rashda kamrim edi. Oyim, xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim bu ishning tegi-taktini aniqlab, qotilni qattiq jazolayman. Ana! Shig'lablig'i? Yo'q. Shig'lamadim. Sizlarga qarab xush bo'lyaptimi, bolalarim? Gapinglarga zodli ishongim kelmayotdi. Texi shahoni to'y bo'lmay turib, bu nima degan hayosizlik? Demakchi bo'g'inimiz texi bo'la emas. Yana nima ish? Bizning bar yo'qmush birli qizimiz bor. Kimiki uningga o'ylansa, toj taxtga shu varislik qiladi. Buni bilaman. Shohim, o'zlirgim ayon. G'aribning ota-bovusi bizning xondoligimizdan emas. Bu buyuk toj taxtimizga munosabatlik cho'ng ish. Bo'ldi, bas. Shohim, bu ishga dilg'ollik qilishga zodi bo'lmaydi. Shamshibano. Biroq mening ansiraydiganim bugun ko'zga ilmagan bu shumbuya. Atidan boshlab sanam madrasaga bormisan?
Kaddirdanlar ne buldu ya Dim kelmedi İşkotida köydi canlar Ne buldu yarim gelmedi İşkotida köydi canlar Ne buldu yarim gelmedi Killer mende vade qildi Killer muddet idin ötti Közdüm yolu da delmirdi Ne buldu yarim geldi Közdüm yolu da delmirdi Ne buldu yarim gelmedi Yigen yeşim zehir buldu Kigen tınıp kipen buldu Çırayım zehir buldu Ne buldu yarim gelmedi Çırayım zehir buldu Ne buldu yarim gelmedi Assalomu alaykum g'aribjon. Va alaykum assalom. Men o'rdiq kirib ahvolni o'qib baqay. G'eribjon, Oqjona. Sanamjon sizni bog'da saqlab qoldi. Ems men yeniga boray. Bering. Men Jaloliddin mollaning endi sizni saqlab turay. Ma'qul. Oqjona, nima ish bo'ldi? Jura bolam. Ustozni yo'qlab chiqayli. Sanamjon. G'eribjon, Qani aytma. Zodi nima ish yuz berdi? G'eribjon. Bizning diydorlashmag'imiz endi tas bo'ldi ham bo'ldi. Nima ishqa? Atam farmon tushirib meni madrasadan to'xtatdi. Bugun ustozim bilan xo'shlashishni bana qilib, siz bilan ko'rishgili keldim. Nima uchun? G'eribjon. Buni yeningizga sep qo'ying. Buni yeningizdan hargiz ayirmang. Bu bir jup qizil atirgul. Bir-biridan mangu ayrilmasin. Sanamjon. Bo'ldi, yig'lama. Sapar. Nima ish bo'ldi? Aqamdan navkarlar qo'g'lab kelyotdi. Chopsan qash. Aqtiringlar.
Apo qiling Sanamjon. Bu shohimizning farmoni. Atamning farmonining men bilan nima aloqasi bor? Biroq sizni azroq malol qilib qo'ydigan bo'ldim. Bu izzatini bilmaydigan mal uni bog'langlar. Qo'lini tut. Nim qilmoqchisizlar? Sanamjon, shuni bilishingiz kerakki, xon amri hammaga qodir. Qo'lingda yarliq bormi? Bu Sizlar qaytinglar. Xon atamga o'zim javob qilaman. Xo'p. Jirola. Sanamjon, Ağçı ana bizni saqlab qoldi. Meningcha bizning muhabbat gulzorimizga bir shumbuy unganda qiladi. Shundaq. Keremlik Şahim. Özleriga kutilmagan xabar ip kelganligim uchun Peqirni kechirgaylar. Neymiş? Gunohkor Sapar zindondan qochdi. Aha. Uni bir qora niyat qochirib etdi. Kimken o? Aytishqa tilim ko'yidi. Aydiva. Uni g'erib qochirib etdi. Nima? Shah ota. Pishni eg'volaga quloq solmag'aylar. Sapar mening saboqdashim. Saboqdoshlik yuzini qilib, uni men qo'yib etdim. Sanamjon, nima deb jo'ylayapsiz? Hürmetli Şahim. Bununla navkarlar guvoh. Gunohkor Saparni qochirib etgan dal g'erib. Hurmatli Shah ota. G'erib gunohsiz. Ağçı, Labbay Shahim. ben icazet vermegiçe Sanamjon ordudan bir qadam mı ayrılmasın? Xo'p. Abdullah, Labbay Şahim. g'eribni darhol orduga olib kelinglar. Xo'p. Bana ne? Gülcemal! Ha? Gülcemal, kızım. Gülcemal. Gözünü açkan kızım. Gülcemal. Ana, akam qani. Biz hazır Jalaliddin mollamni qishg'i borayli.
ilim cheksiz, iqin daryo, suyi abi hayot kevser. İlim deryasıga şunğup, onundan qazgılık gevher. Bilimsizning dili ama, iliksiz pustxan yanlıq. Bilim al, ijdihat eyle, dilingda çaxnısun əxtər. Mehribanım. Jaloliddin. Ustazım, akamni Abdulla Shatır tutib ketdi. Nemişqa? O safarni qochirib o'tibdi-kan. U hech qanday gunoh qilmagan tursa, nima deb uni tutib ketdi? Chunki uning qochirayotgani bir gunohkorda. Jaloliddin molla, bizga igidorchilik qilala. Hozir merhum Hasan Vezir hayot chig'ida shoyimiz bilan tuzgan ahdnomini elib, shohning oldiga bormoqdan boshqa amal qolmadi. Ahdnomini elib? Xonim, endi ikkilanmasizlar. G'arib, gunohingni bilamsan. Nemi gunohim borligini hech bilmadim, shohim. O gadakash. Amisa G'aliyonchi safar qanday qochdi? Uni men qochirib etdim, shohim. Safar dadisini qochirib etibdi. Ammo Sodiq otamning hech bir gunohi yo'q. Nima? Ajaba xonliqdan rozi bo'lmay shohga qarshi chiqqanlikning o'zi gunoh emasmi? Sen osiy munofiqning o'rnini qalaymiqan qilib gunohkorni qo'yib o'tishini o'ylamabdi-kanman. Jallod! Bu osiy munofiqning kallasi ilinsin. Hop! Aldırmaqlar. Keremlik Şahim. Jaloliddin, siz Şahim, G'aribjonni o'ltirib bo'lmas. Nima? Hurmatli Shahim. Merhum Hasan Vezirning ruhinati uchun Hasan Vezir hayot chig'ida ishkilari putishgan bu ahdnomining haqqi hurmati uchun bo'lsa-mu, G'aribjonlik kechirgayla. Şahim. Texmi zo'r baloyi qazodan saqlanish uchun bu ahdnomini burunroq ko'zdan yo'qotish zarur edi. Ahdnomini yirtmoq oson. Biroq haqiqatni o'zgartmak tez. Ya Rabbim, bularning hammasi isyonkorkan. Jallod! Labbay! Bularni olib chiqinglar. Hop! To'xtanglar. Qudratli shohim, g'azabda oq qorni farq etgili bo'lmas. Hozir dal hayit oyam kunlari. Butun el yurt shodlikqa to'lgan kun. Mushundoq ulug' oy, ulug' kunlarda behuda qon to'kilsa, Allohmu ravo ko'rmaydi. O'zlari birini o'ltirib, menga ibrat qilish degan so'zni anglamaganmi? Shohim, G'arib Hasan Vezirning notivoni. Hasan Vezir hayot chig'ida o'zlariga to'liq sadoqat bilan edi. Bugun ochiqlarga paylamay ahdnomini yirtib etdilar. Endi ularni o'limga buyurslar, el jamoat, qavm qarindoshlar oldida yaxshi bo'lmasmikin?
Keremlik Şahim. Pekir'nin karışça ulanı ölümden halas kılıp, bütün ailesi bilen yakı yurtqı palı bəssək qandaq. Şundaq bolğanda bu uluq ay uluq günde kan tökülüştün saqlanğılı boludu. El yurt mu gəmğustin halas bolatdı. Şahvaz vəzir, sizningçe Ulug' shohi olim. Meningcha farmonning taklifi bo'yicha ish ko'rsakmikin deyman. Ferman. Bugün senin rahing boyunca iş görək. Bu işini senin beca keltirişinge tapşırdım. Şahimiz g'eyrikni yaq yurt qipalash to'g'riliq farmon tushadi. Nima? Balkim ular xalqdan bugun ayrilishi mumkin. Rahmat sizga. Sanamjon, bundaq yig'lamang, o'zingizni ayang. Ağca ana. Ana, mening yashig'im yo'q. Jinim Malikim, baharning mo har qachon zimistoni bordir. G'eyribning o'zila men uchun go'zal bahor. Onunsiz hayotmo zimistondir. Yo'q, Malikim. Bahar yana keladi. Ey Hannas, iştinlar amuxas. Hasan vezirinin oğlu G'erib, Şah ordusida naşayan işlerini qilganligi uchun onasi bilan singlisi qo'shilib, yaqi yurtga paqlandi. G'eribjon! Sanamjon, Malikim. Nasip men yol izleyim.